Xotiningni qarindoshlari kelsa nima bo'ladi? Birinchi navbatda kayfiyating buziladi. Undan ham yomoni endi ular bilan so'rashib chiqishing kerak. Qaynonang bo'lsa 5 yildan buyon oyijon deyishingni kutadi. Zebo oying kelibdilar. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Zebo oyisi. Qachon ketishadi? Ketaylik demayman, unchunimsiz. Bo'pti, spalniga kirib uxlayman. Bu uxlayotib o'tdi. Uxlashga kelganlarimiznikiga. So'rachi butun umrlik uyquga qanaqa qarar ekanlar. Astag'firullah, gapiring. Joningga tegib ketganidan oxiri oshxonaga kirasan, lekin bu yoqda ham tinch qo'yishmaydi. Yo'q, ne o'tiribsiz? Yuring ichkariga. Xo'p. Kuyov, nimaga o'tiribsiz? Kiring ichkariga. Ichkari kirmaysizmi, voy, nima qilib o'tiribsiz? Umidagi trinbotga bolachaliga joy qilmoqchi edik. Tualetda qoldi o'zi. Kuyov, Yo'q, rahmat, ichkariga kirmayman, bemalol o'tiraveringlar. men hojatxonaga kirmoqchi edim. Men beraman. Och qornim, tinch qilaman, balkonda uxlayveraman. Qizim o'yini balkonlar shunaqa zo'rdek qaranglar. Ikkiyu. Hayot xohlaganda ustimdan kulyapti-yu. Tomosha qilaveringlar, ko'chaga chiqib turaman. Kechga yaqin esa olib ketgan erkak qarindoshlari ham keladi. Qachon yengiga olasizmi? Nima? Shuni bilan qilib yuribmiz. Pulimiz qop padvaldan bittasini olib jo'nashib, ochib pul olib qo'ya olamizda. Ana ketishdi. Endi xotining bilan mazza qilib o'tiraman deganingda Umidjon, Zebo bilan gapimiz chala qolgan edi. Uyimga olib ketaman, maylimi? Yaxshi o'tiring. Xo'p.